Assalomu alaykum hurmatli video tomoshabinlar. Ushbu video darslikda biz Birinchi jahon urushi qanday boshlangani, yuz bergani va davom etgani haqida o'rganamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda jahon xaritasi ko'rsatilgan va birozdan keyin video davomida siz mana bu yerda demak asosiy voqealarni va yillarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana shu yerda bizda timeline, ya'ni yil mavjud bo'ladi va u yil demak doim o'sib boradi. Shunday qilib biz videoni boshlaymiz, darsimizni boshlaymiz va ushbu biz gapiradigan voqealar 19-asrdan boshlanadi. 19-asr o'rtasidan boshlaydigan bo'lsak, 1848-yilda Yevropada turli davlatlarda inqiloblar bo'ladi, xususan Fransiya, Germaniya kabi davlatlarda. Keyin esa Avstriya, Vengriya, Prussiya davlatlari mavjud edi. Italiya yagona davlatga birlashish jarayoni boshlanadi. Ayni paytda 60-yillarda Germaniya birlashib, Shimoliy Germaniya ittifoqi vujudga keladi va 70-yillarda esa 1870-yilda Fransiya-Prussiya urushi bo'lib o'tadi. Natijada 1871-yilda Germaniya imperiyaga aylanadi. Versalda bu imperiyaga aylanish jarayoni rasmiylashtirilib, Germaniya Fransiyaning Elzas va Lotaringiya hududlarini bosib oladi. Ayni paytda Germaniya Avstriya, Vengriya va Rossiya bilan diplomatik aloqalarni yaxshilaydi va o'zining harbiy va sanoat kompleksini rivojlantiradi. Balkon yarimorolida 70-yillarda vaziyat mutlaq boshqacha kechadi. Balkon davlatlari Konstantinopolni nazoratida bo'lib, bu paytda 70-yillari mustaqillik uchun kurashlar yuz beradi. Rossiya esa bu davlatlarga yordam beradi. Natijada Rossiya-Turkiya urushidan keyin San-Stefano shartnomasi qabul qilinadi. Oqibatda Serbiya, Ruminiya, Bolgariya, Gretsiya kabi mustaqil davlatlar paydo bo'ladi va balkonda Rossiyaning mavqei kuchayishiga qarshilik qilgan Angliya bu voqealarga aralashib Berlin kongressini o'tkazilishiga erishadi. Bu voqealardan bir yil o'tib 1879-yilda Avstriya, Vengriya va Germaniya, 82-yilda esa Italiya bir ittifoqqa birlashib, Uchlar ittifoqi paydo bo'ladi. Germaniya Yevropadagi eng katta harbiy kuchga aylanadi. 1884-yilda Berlinda konferensiya chaqirilib, dunyoning yetakchi harbiy qudratlari dunyodagi mustamlakalarni bo'lib olish masalasida Afrikani va boshqa hududlarni taqsimlab olishadi. Germaniyaning harbiy qudrati o'sishi bilan Italiya va Fransiya o'rtasida yaqinlashuv yuz beradi. Ikki davlat o'rtasida 20-asr boshlarida 1902-yilda kelishuv bo'lib, ikki davlat bir-biriga nisbatan o'zaro qat'iy betaraflikni oladi. Ya'ni bu degani ikki davlat bir-biriga nisbatan harbiy harakatlarni amalga oshirmasligi kerak edi. 20-asr boshlarida Yevropada Angliya va Germaniya harbiy flotlari o'rtasida raqobat yuzaga keladi. Bu Vilhelm II dengizda Germaniya qudratini oshirishga qaratilgan g'oyalarini namoyishi bo'ladi. Shuningdek, Germaniya o'zini Yaqin Sharqdagi manfaatlarini ifoda etish uchun Bag'dod temir yo'li loyihasini barpo qiladi. Bundan ko'zlangan maqsad Germaniya Yaqin Sharqdagi neft zaxirasiga egalik qilishi edi. Ayni paytda 1907-yilga kelib esa Uchlar ittifoqiga qarshi bo'lgan Antanta vujudga keladi. Demak, mana ko'k rangda Antanta, qizil rangda Uchlar ittifoqini ko'rishimiz mumkin va dunyo jahon urushiga yana ham yaqinroq kela boshladi. 1908-yilda Avstriya, Vengriya balkondagi Bosniya-Gersegovinani bosib oladi. Buning sababi Berlin traktatida Avstriya, aynan Avstriya-Vengriyaga beriladi. Bu bilan bir vaqtda Istanbulda yosh turklar inqilobi yuz beradi, Turkiyada. Shuningdek, Serbiya va balkonning boshqa davlatlarida turklarga qarshi harakatlar yuz berib, Serbiya, Bolgariya va
Turkiya o'z hududlari, Gresiya, Bolgariya, Serbiya o'z hududlarini kengaytirib, birinchi balkon urushini amalga oshirishadi. Sarayevoda 1914-yilda Avstriya-Vengriya taxt vorisi Franz Ferdinandning o'ldirilishi bilan birinchi jahon urushining boshlanishi yuz beradi. Avstriya-Vengriya Serbiyaga urush e'lon qilishi birinchi jahon urushining rasmiy ravishda boshlanishi hisoblanadi. Shunday qilib, birinchi jahon urushi boshlanadi. 28-iyul 1914-yilda Avstriya-Vengriya Serbiyaga urush e'lon qiladi. Rossiya esa bunga javoban qisman harbiy safarbarlik e'lon qiladi. Germaniya Sankt-Peterburgdan, ya'ni Rossiyadan bu safarbarlikni bekor qilishni talab qiladi, lekin Rossiya bunga javob bermaganidan so'ng Germaniya ham Rossiyaga urush e'lon qiladi. Germaniyaning urush olib borish rejasi Schlieffen rejasi deb nomlangan va aynan 14-yilda tashkil topgan. Bunga ko'ra, Germaniya g'arbda Belgiya hududi orqali Fransiyaga hujum qilishi, sharqda Rossiyani tiyib turishi kerak edi. Demak, 1914-yil 2-avgust kuni Belgiyaga, Lyuksemburgdan tashqari mana Belgiyaga ham hujum qiladi. 3-avgust kuni Germaniya Fransiyaga urush e'lon qilib, Belgiya hududi orqali harbiy harakatlarni amalga oshiradi. Ayni paytda Buyuk Britaniya ham Germaniyaga qarshi urush harakatlarini boshlaydi. Mana shu voqealardan keyin bir necha kun o'tib 14-avgustda Yevropaning deyarli barcha davlatlari urush harakatlariga qo'shiladi. Sharqqa agar qaraydigan bo'lsak, Yaponiya Xitoydagi Shandun hududini Germaniyadan talab qiladi. Ayni paytda e'tibor bergan bo'lsangiz, 1910-yilda mana Koreya hududi Yaponiya tomonidan bosib olingan edi. Shuningdek, Yaponiya Shimoliy Tinch okeani havzasiga ham tahdid sola boshladi. Rossiya bo'lsa Germaniya hududlariga harbiy harakatlarni amalga oshiradi va bu yerda ham harbiy harakatlar davom etadi. G'arbda esa ittifoqchi kuchlar, ya'ni Britaniya va Fransiya, narigi tomondan Germaniya va Avstriya-Vengriya harbiy harakatlarni amalga oshirib, 14-yilning sentyabr oyida Marna hududiga keladi. Va aynan 14-yilning sentyabrida Marna jangi yuz beradi. Mana bu yerda demak siz Marna daryosini ko'rayotgan bo'lishingiz kerak va aynan shu yerda Marna jangi bo'lib o'tgan. Demak, Marna jangida Britaniya va Fransiya harbiy kuchlari Uchlar ittifoqi kuchlarini siqib chiqarishga muvaffaq bo'ladi. Ushbu harakatlarda mana Fransiya, Buyuk Britaniya va Belgiya harbiy kuchlari aralashib, Marna hududidan Uchlar ittifoqining, ya'ni Avstriya-Vengriya va Germaniyaning harbiy kuchlarini siqib chiqarishga muvaffaq bo'linadi. Biz demak 1914-yildagi voqealarni hozir ko'rib chiqdik va ayni paytda Germaniya shimoliy demak dengiz hududida o'zining harbiy flotini kuchaytiradi va bu esa Buyuk Britaniya flotiga qarshi turish uchun qilingan harakat edi. Shuningdek, harbiy harakatlarda dastlabki marotaba harbiy samolyotlardan va shu kabi turli harbiy texnikalardan foydalaniladi.
Ana o'sha 1914 va 15-yillar boshida London va Parij nemislar tomonidan bir necha marotaba bombardimon qilinadi. Bu davrda demak har ikki davlatni hatto ayollari ham harbiy sanoat komplekslarida ishchi bo'lib, qurol-yarog' ishlab chiqarish orqali harbiy harakatlarda qatnashgan. Shuningdek, Britaniya imperiyasining turli mustamlaka hududlarida, Britaniya tojiga bo'ysunadigan hududlarda ham harbiy harakatlar amalga oshiriladi. Rossiya 1914-yilda Avstriya-Vengriyaga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshiryapti. Va ayni paytda Yaqin Sharq hududida Rossiya Turkiyaga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshiryapti va noyabr oyiga keladi 1914-yilni. Shuningdek, Tuvaysh kanaliga qarshi demak Turkiya tahdid qila boshladi. Bu hududni esa Buyuk Britaniya nazorat qilar edi. 1915-yilga kelganda Turkiyani harbiy harakatlari davom etib, ular Rossiyaga qarshi harakatlarni yana davom ettirishyapti. Va aynan mana shu hududlarda 1915-yilda armanlar yashaydigan hududlarda turklar bugungi kunda 30 dan oshiq davlat genosid tan olgan voqeani, ya'ni armanlar qirg'inini amalga oshirishadi. 15-yil mart oyida esa Turkiya harbiy floti demak Rossiyaga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshiriladi. Lekin bu yerda Hellespont kompaniyasi amalga oshiriladi, ya'ni inglizlarning floti Turkiyaga hujum qilish uchun kelganda bu yerda dengiz minalariga duch kelishgan. Demak, bu hududda Britaniya, Fransiyaning demak harbiy kuchlari Turkiya kuchlarini siqib chiqarish va ayni paytda Rossiyaga yordam berish uchun kelishadi. 1915-yil may oyida esa Lusitaniya kemasi demak cho'ktiriladi va buni natijasida bir necha demak 100 dan oshiq AQSh fuqarosi o'ladi. Bu esa AQShning harbiy harakatlarida ishtirok etishga qo'shilishiga sabab bo'ladi. Ayni paytda Italiya vaziyatni kuzatib, qaysi tomonda bo'lishni o'ylab turganida va mana shu so'ralgan hududlarni Antante unga berishni demak va'da berganidan so'ng Italiya Kuchlar ittifoqiga qarshi harbiy harakatni boshlaydi. 1915-yilning sentyabr-oktyabrida Rossiya hududida harakatlar davom etyapti va Bolgariya esa mana shu buyuk chekinish voqealaridan keyin To'rtlar ittifoqiga qo'shiladi. Va To'rtlar ittifoqiga qo'shilish natijasida u Serbiya hududiga harbiy harakatlarni boshlaydi. Va Avstriya, Vengriya, Bolgariya va Germaniya qo'shinlari Serbiyani bosib olishadi. Va bu esa 15-yildagi Makedoniya frontini vujudga keltiradi. Shuningdek, sobiq Turkiya hududi bo'lgan Saloniki hududi Fransiya va Buyuk Britaniya qo'shinlari tomonidan nazorat qilingan. Germaniya va Avstriya-Vengriya qo'shinlari nafaqat Serbiyani, shuningdek Albaniyani ham bosib olishadi. G'arbiy frontda esa 16-yil fevral oyidan boshlab Verden jangi yuz bergan. Verden jangi jahon urushi tarixidagi eng qirg'inbarot janglardan biri bo'ladi va G'arbiy frontda demak harbiy harakatlar endi dengizda ham davom eta boshladi. Hatto Portugaliya ham Antante tomonidan harbiy harakatlarda qatnasha boshladi. Ayni paytda mana bu yerda e'tibor bersangiz, Angola va Mozambik Portugaliyaning hududlari edi va Portugaliyaning o'zi ham Kuchlar ittifoqiga qarshi bo'lgan Antantega qo'shilishi natijasida bular ham aynan Antante tomonda bo'lishadi. Yaqin Sharqqa, Mesopotamiyaga agar o'tadigan bo'lsak, Kavkaz fronti janubida urush harakatlari davom etyapti.